Shuning uchun buni hammasini olib qo'yaylik va yugurtirish taxmin qilsanglar bo'ladi. Chapdan harakatlarda bor. Manaki 10 qadam yurishni olamizda qo'shamiz. Yurgizib ko'raylik. Boshlash qildik, 10 qadam yurdi. Boshlash qilaylik, 10 qadam yurdi. Lekin bu sekinroq nisbatan. Keyin ko'proq yuradigan qilayman ekan. 1, 2, 3 ta, 4 ta va 5-soniga. Bosadigan bo'lsak, manakay 5 ta qadam yurdi. Xohlasak bu yerdan 10 ta o'rniga 20 ta boshida qadam bosadigan qilsak bo'ladi. Bossak, manakay yurdi. Va agar Sprite'ni joyiga olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, bosib turib, bundan olib kelsangiz bo'laveradi. Lekin bu kod yozayotganimizda endi uzun qilib turib yurgizmoqchi bo'lsak, yana qaytarib tushirishimiz kerak. 20 ta qadam yur, 10 ta qadam yur, 10 ta qadam yur deb. Yo'q. O'zi aslida dasturlashda qayerda yana qayta bir xil narsani yozayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan kodni xato dizayn qilayotgan bo'lasiz. Xo'p, uni to'g'rilash uchun nima qilamiz? Buni to'g'rilash uchun looplardan, ya'ni sikldan foydalanamiz. Ingliz tilida loop deyishadi. Bundan olib turamiz. Loop nima degani? Bir narsani bir necha marta qaytarish. Ko'rsanglar, men hozir boshqaruvchilarga o'tdim va 10 marta takrorlash degan turibdi. Buni o'zgartirsanglar bo'laveradi. 10 marta takrorlash va hamma 10 marta yozib o'tirmaymizda 10 marta takrorlansin deb turaylik. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu kodni boshlaganda bunday qilib turib ulab qo'ymadim. Shuning uchun bu kod hozircha hech narsa qilmaydi, ishlamaydi. Biz buni tashlab yuborsak ham bo'laveradi. Ana endi ko'raylik, 10 marta 10 ta yurarmikin. Boshladik. Mana 10 marta yurdi. Tez yurib ketib qoldi, o'shanga xuddi sirg'anganga o'xshadi. Ana endi 1 soniya kutishi, undaq pastiga qo'shib qo'yaylik. O'shanda 10 marta birinchi 10 qadam yuradi, 1 soniya kutadi. 10 qadam yuradi, 1 soniya kutadi. 10 qadam yuradi, 1 soniya kutadi. Bosib ko'raylik mana bu. 10 martadan 1 soniya kutib turib yuryapti. Endi mana shu narsalar asosiy qismlari hisoblanadi va bundan keyin eng asosiy qiladigan narsamiz bu shartlar hisoblanadi. Buni o'rganib oldik. Endi yana bitta narsa qilsak bo'ladi. 10 marta takrorlash qildik, endi har doim to'xtamasdan takrorlaydigan qilsak bo'ladi mana bu. Boshqaruvchilar o'zida. Har doim va endi shart qo'shamiz. Ya'ni ko'pincha birinchi har doim qilib turib 10 ta qadamda yurishni bosib ko'raylik. Bosdik. Chiqib ketib qoldi. Hali ham yuryapti, lekin Sprite'da to'liq chiqarib yubora olmaysiz. Mana bu to'liq chiqib ketib qoldi. Va deylik orqaga qaytadigan qilishimiz kerak. Devorga tegdimi, orqaga qaytib ketsin. Buning uchun anaqa harakatlarga kelasiz. Harakatlarga kelganda agar devorga urilsa qaytishni shuni har doim ichiga qo'shib qo'yasiz. O'shanda har doim mana shu ikkita blok qaytariladi. 10 qadam yuradi, tekshirib ko'radi. Devorga tegdimi, tegmadimi? Tekkan bo'lsa qaytadi, bo'lmasa joyida turadi. Dumidan tortib men joyiga olib keray va boshlayman. Aynan osmonga qarab turib yurishi natija o'ylamayotgandik, lekin muhimi o'sish bor. O'ng chapga tegsa qaytyapti, o'ngga tegsa qaytyapti. Endi to'xtatib turaylik. Demak, aynan looplarni, ya'ni sikllarni vazifasi shunchaki bir nechta bloklarni doimiy qaytarib turish. Ana endi shartlarga kelib kelaylik. Shartlar nimalar? Shartlar agar rost bo'lsa, ma'lum bir kodlarni ishga tushirasiz, yolg'on bo'lsa, boshqa bir kodlarni ishga tushirishingiz mumkin bo'ladi. Uning uchun boshqaruvga o'taylik. Xo'p. Mana agar qandaydir nimadir bo'lsa, hozircha bo'sh turibdi, bunga hech narsa qo'shmaganmiz. Nima qilsak bo'ladi? Deylik, bitta yana dastur yozib qo'yaylik. Agar ism Anvar bo'ladigan bo'lsa, miyav desin, agar bo'lmasa 10 ta qadam bo'lsa 20 ta qadam yursin. Birinchi doimiy qiladigan ishimiz javobni o'zimizga olishimiz kerak. O'sha doimiydek sezgirlikka o'tamiz. Endi
ismingiz nima deb turib so'rab kutib turmaydi. Ismingiz nima deb turib so'rab kutib turamiz va javobni ham yonimizga olib turamiz. Lekin agar javobimda qo'yadigan bo'lsak, meniki tushmayapti. Chunki javob avvalsimon bu olti burchak. Bir-biriga shakli bir-biriga mos kelmaydi. O'shaning uchun javobni shunchaki qo'ysak bo'lmaydi. Buning uchun nima qilamiz? Amallarga o'tamiz. Amallarda ko'rsak, meniki bir-biriga bir xil besh burchaklar turibdi. Besh burchakmi o'zi bu? Olti burchak ekan. Olti burchaklar turibdi. Bizga javobni tekshirishimiz kerak. Anvarmi, Anvar emasmi? Bir-biriga tengmi, teng emasmi? Ana shuning uchun meniki olamiz. O'rtada ko'rayotgan bo'lsangiz, tenglik belgisi bor meniki. Olib kelganim uchun shakl bir-biriga tushgani uchun tengni qo'ysak meniki o'zi tayyorgina shuna tushib qoldi. Ana endi javob ichida deylik Anvar bor. Yo'qsa boshqa xohlagan isim bor. Endi javob tengmi Anvarga? Agar teng bo'lsa, ovozadan miyav deb turib chiqar. Agar Anvar bo'lmaydigan bo'lsa, birinchi mashq kodimizni o'zini yurgizib ko'raylik. Agar Anvar bo'lsa miyav deydi, bo'lmasa hech narsa qilmasligi kerak. Hop, isming nima? Anvar desam meniki ovoz chiqdi. Endi yozib ko'rib turib, endi Anvar emas, boshqa ism qilib qo'yaylik. Masalan, Ibrohim deb ko'rsak, meniki hech narsa bo'lmadi. Xo'p, ana endi bu yerda nima bo'lyapti? Ismingiz nima deb turib so'rayapmiz, javob olinyapti va javob tekshirilyapti. Agar qachonki mana shu yer rost bo'ladigan bo'lsa, ya'ni haqiqatdan javob Anvarimiz Anvarga teng keladigan bo'lsa, undan keyin agar ushlab turgan bloklar ishga tushadi. Ungacha bo'lmasam ishga tushmaydi. Va Ibrohim deb turib kiritganimizda aynan javob Ibrohim bo'ldi. Ibrohim Anvarga tengmi? Ibrohim Anvarga teng emas. Ana shuning uchun ichidagi bloklarimiz ishga tushmadi. Endi buni o'ylab ko'rishingiz mumkin. Agar juda ham ko'p joylarda shartlar ishlatiladi, masalan, veb-saytga kirayotganda agar egasi bo'lsangiz kiriting, bo'lmasam kiritmang. Bo'lmasam oddiy Instagram, YouTube, boshqa narsalarda ham login qilayotganingizda username, agar username haqiqatan bizning ma'lumotlar bazamizda bo'lsa, kirgizgin, bo'lmasam kirgizmagin. Xuddi shunaqa holatlarda bizga agar kerak bo'ladi. Ana endi boshida aytgandim, to'g'ri yoki yolg'on qilib turib ikki xil joyga bo'lishingiz mumkin deb turib aytgandim. Bitta ishla harakati, bo'lmasa ikki xil ishla harakati deb qilsak bo'ladi degandim. Ana endi o'sha agar va ingliz tilida then deyiladi, aks holatda ko'rib chiqaylik. U nima qilib beradi? Buni olib turaman. Endi agar va aks holda deyman. Bunda nima bo'ladi? Agar rost bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi kodlar ishga tushadi. Aks holda agar yolg'on bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qismdagi tarafdagi kodlar ishga tushadi. Birinchi qo'yaylik, bir xil. Agar Anvar bo'lsa, shunchaki bunga ko'chirib qo'yaman. Bunavi miyovlasin mushugimiz. Agar Anvar bo'lmaydigan bo'lsa, hop harakatlarga o'taylik-da, chekiga chiqib ketib qolaylik. Hop 10 qadam emas, necha qilayin? 150 qadam yursin. Hop, malaka boshlandi. Ismingiz nima deyapti? Anvar deyman. Miyovladi va ko'rgan bo'lsangiz, mana 150 qadam yurmadi. Nimaga? Chunki agar deb turib rost bo'ldi, miyov ijro etdi va bo'ldi. Bu aks holdaga kirmaydi. Chunki true bo'lib turib, ya'ni rost bo'lib turib, bu yerdagi kodni ishga tushirdik, bo'ldi, davom etib ketaveradi. Va endi ikkinchi holatni ko'raylik. Anvar emas, boshqasini berib ko'raylik. To'lovni berib ko'raylik, masalan, mana. Ko'rgan bo'lsangiz, tezda mana bu yerda turgan sprite 150 qadam yurib o'tib ketdi. Lekin miyovlamadi. Nimaga? Chunki biz aytdik, agar mana shu ifodamiz agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, rostdan ham agar ism Anvarga teng bo'ladigan bo'lsa, miyovla. Agar mabodo teng kelmay qoladigan bo'lsa, aks holda 150 qadam yur dedik. Mana shu asosiy sprite'larni hisoblanadi, asosiy bloklarni hisoblanadi va
Endi hammasini boshida baribir o'rganib chiqolmaysiz, lekin sizga kerakli paytda qidirib chiqib turib, o'ynab turib topib olsangiz bo'laveradi. Shuning uchun hop, yana bitta eng asosiy narsa, sprite yurgizganimda ko'rsanglar x va y o'qi o'zgaryapti mana bu. Birinchi y 0 qilaylik, x 0 qilaylik, ya'ni bu markaz hisoblanadi. X eng o'ng tomoni 240 hisoblanadi. Eng chap tomoni bo'lsa -240 hisoblanadi. Balandlik bo'lsa 180 eng baland hisoblanadi. -180 qiladigan bo'lsam eng past hisoblanadi. Xuddi shunaqa turib mana bu yoqqa olib kelsam mana x dan x o'qi -104 turibdi, y o'qi -152 da. Xuddi shunaqa turib joylashtirib olaverasizlar. Agar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa mana x ga borish, tasodifiy joyga borish, 1 soniyada tasodifiy joyga borish va hokazo, hokazo. X o'qini o'ngga o'zgartirish, hokazo.